Men gazetdan chiqqan odamman. Juda vahima qilib turib, bilsangiz roliklar qilinardi-ku. Ronaldinho endi o'tgan paytida dunyoni ikkiga bo'ladigan o'yinchi rahmatli Hojiakbar Nurmatov televideniyada yurganimi, chiqib tursa, menga qaradilar. Oshxona bo'lardi, chiqib ketgan joyda. Yaxshi, 2 marta gap eshitganman. Ya'ni zo'r odamlar bo'lgan-ku, yaqin bo'lgan hammaga, ko'rib qolganda o'zini fikrini oldin bo'lmagan-ku endi ijtimoiy tarmoq boshqa shunaqa odamlar gapirmasa hech kim gapirmasdi-da. Haqli edi ham. Ikkita e'tiroz bo'lgan. Birinchisi, sen hammani yulduz devorma degan. To'g'ri e'tiroz. Zo'r yulduz nima deysan, super yulduz deganman. O'shan hech kim ishlatmaydigan paytlar endi Del Piero yulduzdir. U yulduzdir, lekin Del Vecchio Maradona bilan Pelening obro'sini tushirib yubormadi. Yo'q, shunaqa deganlar, yulduz. U odamlar o'zi yulduz bo'lgan-ku. O'sha tomondan kelib chiqqanlar. Futbolga qiziqqanmi? Davlatga bilan ham ko'p gaplashardi. Davlatga ketib qo'yganlardan keyin men tutib olardilar. O'sha ketgan paytlar edi. Keyin shunda muncha vahima qilasan deganlar. Shunaqa deb turib gapirganman ozgina. Yo'q deganlar. Men o'ylaymanki, hozirgi mavqeini o'lchashda bitta xatolikka yo'l qo'yamiz. Hozir mana Yamal, Mbappe o'rtasidagi to'qnashuv yoki Xabi Alonso, Flik o'rtasidagi to'qnashuv, agar Ronaldo, Messi yoki Mourinho, Pepe kurashi bo'lmasa, optasi o'sha davrlarga teng kelishi mumkin. Lekin hozirgi avlod bundan keyin ko'ryapti-da. Juda katta epoxadan keyin ko'rayotganligi uchun buni zahr turadi. Mana Italiya seriyasi ham shu 12-yilgacha umid bilan turganda, shu Italiya yaxshi ko'radiganlar, hali-haligacha Milan muxlislari bor, mana kiyinib o'tiribdi. Hali-haligacha Inter kanallari bor, misol uchun Juventusga kirsa bor, ular umid bilan yashaydi. Endi juda uzayib ketgandan keyin bir 20-30 yilgacha yo'q bo'lib ketgandan keyin endi bo'ldi deydi-da.